Prefer bilan would rather ma'nosi afzal bilmoq degani, lekin ularning o'rtasidagi farqni ko'pchilik bilmaydi. Hozir sizlarga bu narsani 3 sekundda tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib prefer fe'lini biz asosan umuman olganda bironta narsani yoqtirishimiz, afzal bilishimiz uchun ishlatamiz. Qisqa formula preferdan keyin noun yoki verb plus ing qo'yishimiz mumkin. Misol uchun I prefer tea. Men har doim choyni afzal bilaman. Ya'ni choy menga har doim yoqadi. Endi would rather ga keladigan bo'lsak, would rather ni biz asosan hozirgi momentda nimani afzal bilayotganimiz yoki nimani xohlayotganimiz yoki nimani yoqtirayotganimiz uchun ishlatamiz. Would rather uchun qisqa formula would rather dan keyin fe'lni birinchi shaklidan foydalanamiz. Misol uchun I'd rather drink tea now. Ya'ni men hozir choy ichishni afzal bilaman. Ya'ni menga hozir choy kerak.